Assalamu alaykum hörmətli televizor köygüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı bilan yana yüz görüşdüңlər. Programımız xoş gəldinglər. Məzkur proqramımızda müş bir həftə jarayonida radiomuzda anlatılğan bir qism mühim xəbərlərdən məlumat berimiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Tövəndəki tыңla xəbərlərimizin təfsilatları da olsun. Avstraliya Strategiya Siyasət İnstitutu yaqında Xitay hökumətinin Uyğur elində zamanəvi qulluq sistemisi şəkilləndirgənligini aşkarlab, zor olğulu qozğadı. Bu organ elan qılğan Uyğurlar setilidi, qayta tərbiyələş, Şinjandan halqıgan məcburi əmgək və nazaret namlıq dokladdan qaraganda 2017 və 2019 yılları arasında Xitay dairələri Uyğur elindən az degəndə 80 min kişini Xitay өлkələrdəki zavodlarga yütkəb məcburi əmgək sağan. Bu işçilərinin bir qismi bevasitə lagerlardan elib ketilgan. Uyğur işçilərinin köpü xalqaralıq, dağlıq tovar markalarini mal bilan təminləydigan zavodlarda əmgək selinmoqda ekan. Növbət xalqarada 80-dən artıq dağlıq tovar marka Uyğurlarni məcburi əmgək selish masalasiga chetilib qoldi. Uyghur diyarındaki lagerlar hakkında Garip dünyasıga dastlab guvohlik bergan şahitlardan Sayragül Saudbay Amerika Tashqi ishlar ministerligining 2020-yillik Jasur ayollar xalqaro mukofotiga erishdi. 4 mart kuni o'tkazilgan bu mukofot tarqatish marosimida Amerika Tashqi ishlar ministeri Mike Pompeo Sayragülning Uyghur diyarındaki lagerda başdan keçirgan keçmişlerini əslab o'tkash, uning baturluq bilan ko'krak kerib oldiga chiqqanligi hamda Xitoy hukumatining lagerlardagi vahshiyliklarni dunyoga pash qilganligiga yuqori baho berdi. U Sayragül Xitoy hukumatining musulmonlarga nimalarni qilayotganligi haqida tunji bo'lib guvohlik beruvchilarning biridir deb ko'rsatdi. Sayragülga berilgan bu mukofot Xitoy hukumatiga lager masalasida berilgan kuchli signal deb baholandi. Uyghurlar diyarındaki lager tutqunlarının məcburi əmgək selinishi hamda xalqaradagi köplеген dağlıq şirkətlərinin bununla chetilib qilishi Amerikada kuchli bas munozaraga sabab bo'lgan edi. Amerika Avam Palatasının a'zosi Jim McGovern va Kengash Palatasının a'zosi Marco Rubio qayta tərbiyələş, məcburi əmgək və ümumi nazaret deganlarning hozir Uyghur diyarındaki asosli məsələ bo'lib qolganligini, shu sababdan o'zlarining Uyg'urlarni məcburi əmgək silishni cheklash qonunini e'lon qilishga tayyorlik qilayotganligini jakoladi. Marco Rubio bu vaqt qilgan so'zida mashinlardan tortib kompyuter va kiyim-kechaklargacha 80dan ortiq shirkat Uyg'urlarni məcburi əmgək silayotgan bo'lish ehtimolga bakmi yaqin deydi. Muxbirlarimizning Qashqa Yengishga qarta ilib borgan telefon ziyoratlari davomida bir qism aholilar Yengishda kasal xavfi tex pasaymay turib, o'zlarining etizliqi haydalganligini, ammo davlat ishchi xizmatchilarining texi ish o'rniga qaytmaganligi va ularning uylarining bo'sog'isiga qadar yemak-ichmak to'shilayotganligini bayon qildi. Qashqadagi kent kadrlaridan biri kasal xavfida tovanlash bo'lganligi haqida hech qanday uchur olmagan bo'lsa-mu, teriqchilik mezgili yetib kelganligi uchun amalsiz dehqonlarni etizga chiqishga buyurganligini oshkorladi. Ajablanarligi shuki, Yangishaharda ko'p sonli Xitoylardan tashkillangan davlat ishchi xizmatchilari texchi xizmat o'rniga qaytmagan. Maxsus tayinlangan xizmat guruhlari ularning bo'sog'isiga qadar yemak-ichmaklarini to'shishni davomlashtirgan. 4 mart günü Amerika Dövlət Məclisində Avropa bilan Amerikanın Uyğurlar vəziyyətindəki ortaq əndişisi temasında yığın ötküzüldü. Amerika Kengash Palatasının qarmağıdakı Tashqi ishlar komiteti bilan Avropa İttifaqının Washingtondakı iş beceriş o'rni birlikdə uyushtirgan mazkur yığın Xitoy turmusidagi Uyğur o'qituvchi ziyolisi İlham To'xtiga bag'ishlangan. Yığında İlham To'xtining qizi Javhari İlham Xitoy hukumatining kishilik huquq dafsandichiliklarni to'xtatish barliq hukumatlarning o'rtaq insoniy mas'uliyati deb ko'rsatdi. Bu yig'inga Amerika Kengash Palata a'zolaridan Marco Rubio, Bob Menendez va shundaqla Yevropa Ittifoqining Washingtondagi ish bejirish o'rnining direktori Joseph Dan qatorliqlar qatnashib, Ilham To'xtining Uyg'urlarning kishilik huquq da'vosidagi roliga yuksak baho berdi. Chet ellarda yashayotgan Uyg'ur san'atkorlari orasida peshqadam, ataqliq san'atkor va naqshchi sifatida Uyg'ur elining ichki hamda sirtida to'nilgan Ayturg'an Hasanova 2 mart kuni 87 yoshida Beshkekda vafot bo'ldi.
Seyğindіңmu qatarlıq neçə onluğan naqşları bilan Uyğur xalqiga tonilgan Ayturgan Hasanovanың vafoti Uyğurlarni matamga cho'mdirdi. Hayotining 70 yildan ko'pragini sahnada o'tkazgan Ayturgan Hasanova 1960 yillarning oxirlarining oldi keynida Sovet ittifoqi ichidagi tonilgan san'atkorlar bilan birlikda 12 muqomni aytish va plastinkaga elish hamda ratlash xizmatlariga qatnashgan. Toshkentdagi O'zbekiston radio televiziya komiteti qaramog'ida qurilgan Uyg'ur naqshi muzika ansamblida g'olliq naqshchi bo'lib xizmat ko'rsatgan. Ayturganning tunji xos naqsh plastinkasi 1976 yili rasmiy tarqitilgan bo'lib, shuningdan keyin uning nomi keng tonilishga boshlagan. Ayturgan Hasanovaning qo'shgan töhfasi uchun sobiq Sovet O'zbekiston ittifoqi Jumhuriyati uningga xizmat ko'rsatgan artist unvonini bergan ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Aman bo'linglar.